Afsuski hozir har kuni bitta Valbrez sklad yonyapti. Azondagi savdolarga qanchalik ta'sir bo'lyapti? Mana Orzu Murod o'sha Azonda to'ppoy sellerlardan bo'ldi. Kuniga 5-6 ming dollar savdo qilyapti. Shu savolga javob beradi. Azon savdosiga ijobiy ta'sir qilyapti. Hozirgi vaqtga nima tovar qo'ysangiz ham yaxshi sotilyapti. Bunga sabablardan Valbrez sotuvchilari o'zini skladdan sotuv tizimiga o'tgan. Shuni hisobiga klientlarga 2 kun, 3 kunga ko'rsatadi. O'shanga ham yetib bormaydi ba'zilari, kechki boradi. Shuni hisobiga ko'p klientlar Azondan xarid qilyapti. Shuni hisobiga Azonning o'sishi juda yuqori. Yana bir narsa, hozir internetda rosa ham ko'p tarqalyapti. Valbrez skladlari O'zbekistonga ko'chiriladi. Afsuski bu noto'g'ri informatsiya, sababi birinchi bo'lib Valbrez o'zini Rossiyada vasстановить qiladi. Endi to'g'ri, bunga yillar davomida vaqt kerak. Bozorda hali ham sпрос katta, sellerlar tashab ketyapti. Men o'ylayman, ayni payti hozir tovarlaringni olib kirib, savdoni boshlash. Azonda endi Valbrez ko'rib chiqishimiz kerak, kutishimiz kerak.